Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 kilo tomon yonbosh Povrotam obunachilar to'liq quyida YouTube kanalida bo'ladi. O'tib ko'raversa, aholi yashab o'tirgan yerlar. Qiloni to'q ustunda gazi kelib turibdi. Bahasi dim zo'rminoz video davomida to'liq tushuntirib o'tamiz. Instagramdan yangi obuna bo'lamiz. Yuraginizdan bir bosib qo'yishni unutmaymiz. Ichkariga girsak. Yine bismillahirrahmanirrahim. Ichkariga girsak, shu joyimiz. Ataplarni o'tib turibdi gaz bor edi. Bir de bir xonasi bor. Chetda bir xonasi bor. Hayvan. Obunachilar bu tarafda yana ikki xonasi bor, remont bo'lib turgan ekan, ikki xona bor bu tarafda. Bu da bir xona. Atapdan o'tgan, kengaytirgan qurilgan bino. Bino orqaga chiqamiz. O'sha yer maydoni 30 sotik dokumentalniy. Obunachilarning hayvonchasina yozgi место. Yo'ttirsalar mevalar bo'lib turibdi. Chegarasi shunday shu darakda aylangan. O'sha yer maydonlar 30 sotik, lekin bo'sh yer maydonlari bor ekan, foydalanaman desanglar, yerlari katta, 30 sotikdan ko'p. Yana kattalar bor ekan. Shu tayin obunachilar foydalanaman desanglar, yerlar bor ekan. Qo'shimcha yerlar. Chetlikda deb o'ylamanglar joyni, aholi yashab o'tirgan yerina joylar. Ko'rib turibsizlar. Mana qo'ng'ishlar bor. Shu joy Glonina to'g'risida gazi kelib turibdi, muammo yo'q.